Xo'sh, Tish chiqyapti. kalsiy. Oyog'i og'riyapti. Albatta kalsiy. Bo'yi o'smayapti. Kalsiy. Yiqilib tushgan. Doimgidek kalsiy. Ertalab kayfiyati yo'q. Kalsiy. Yurganda suyaklardan ovoz chiqadi. Kalsiy. Har kuni qabulimda shuni eshitaman. Doktor kalsiy yozib bering. Lekin kalsiy shunchaki vitamin emas, xohlagan paytda ichiladigan dori ham emas. Tish chiqishi uchun kalsiy kerak emas. Bo'y o'sish uchun ham kalsiyning o'zi yetarli emas. Oyoq og'rishida faqatki kalsiy yetishmovchiligidan kelib chiqadi degani emas. Har muammoga bitta javob bo'lsa, pediatrlarning keragi qolmasdi-ku. Dorini qo'shnining maslahati bilan emas, balki doktorning tavsiyasiga binoan qo'llang. Video yoqqan bo'lsa, like bosing hamda boshqalarga ham ulashing va bizga obuna bo'ling.